Birinchi raqamli valyuta kurslari kanaliga xush kelibsiz. Bugun 24-mart 2026-yil sanasida O'zbek so'mining valyuta kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollari 13 so'm 21 tiyinga oshdi. 1 AQSh dollari 2192 so'm 6 tiyin bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 1,219,206 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollari 0,2% ga tushdi. Yevro 56 so'm 70 tiyinga tushdi. 1 yevro 13,996 so'm 48 tiyin bo'ldi. Endi 100 yevro 1,399,648 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda yevro 2,9% ga tushdi. Rossiya rubli 3 so'm 54 tiyinga tushdi. 1 Rossiya rubli 143 so'm 0 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Rossiya rubli 143 ming so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Rossiya rubli 10,4% ga tushdi. Xitoy yuani 5 so'm 17 tiyinga tushdi. 1 Xitoy yuani 1766 so'm 84 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Xitoy yuani 1,766,840 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Xitoy yuani 0,1% ga tushdi. AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi. 2 Rossiya rubli 15 kopeykaga oshdi. 1 AQSh dollari 85 Rossiya rubli 26 kopeyka bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 8525 Rossiya rubli 92 kopeyka bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 11,4% ga oshdi. Ertaga yangi kurslar bilan uchrashguncha like bosib obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqchani bossangiz video chiqishi bilan sizga xabar beraman. Kuningiz xayrli bo'lsin.